Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana umurtqa pog'onasini ko'rib turibsiz. Bu umurtqa pog'onasining bel qismi hisoblanadi. 3-bel umurtqasi, umurtqalararo disk, 4-bel umurtqasi, umurtqalararo disk, 5-disk. Mana bu ishib chiqqan joyini ko'ryapsizmi? Shu narsa grija deyiladi. Diskni bir tarafga og'ib chiqib ketishi grija deyiladi. Agar mana shu grija turgan joyidan migratsiya bo'lishi, ko'chishi, bu уже ko'chib spinnomozgovoy kanalga tushishi, bu уже sekvestr deyiladi. Ko'rdingizmi? Endi shu grijalar razmer katta bo'lib ketsa nima bo'ladi? Oyoqqa og'riq beradi. Oyoqda kuchsizlik bo'ladi. Oyoqda falajlik bo'ladi agar davolanmasa. Kasallik og'irlashib ketguncha jim yuravermang. MRT qiling, zo'r doktor toping. Dori-ukol ma'lum bir vaqt, keyin dori-ukollar kamayib boraveradi. Tashakkurlar. Savolingiz bo'lsa marhamat. Harakat qilamiz javob berishga.